O'rtoq, to'xtab turmang, shundan kirib chiqing. O'rtoq, bekor bu yerdan yurding-da, mana qolib ketdi bor. Pastenni mana shunaqa qiladi. Endi bu. Namuncha besabirsan, hozir chiqadi. Bittuni xotini o'lganmi? Mana ham xotinim o'lgani. Yugurib bormayman mozorga. Maza qilib o'ynayman xotirjam. Mana senga oddiy bitta savol. Ayoling bilan necha yil yashading? Men 1 yil yashadim. Farzandimni tug'di, olamdan o'tdi. Ha bu degani mozorga yugurib boradi degani emas-ku. Mening xotiniga o'lganiga 2 yil bo'ldi. Haligacha mozorga yugurib boradi. Menga o'xshab xotirjam bemalol. Mana yaqinda to'yim. Menga o'xshab uylansa bo'lmaydimi? To'g'ri. Shunaqa degan. U bilasanmi, ayoli bilan necha yil yashagan? 8 yil yashagan. 3 ta farzandi bor. Jarohatli ko'rinishi bir xil bo'lishi mumkin, lekin og'rig'i har xil bo'lar. Menimcha bu og'riqni sen tushunmasang kerak. Dilshod, chiqdingmi? Ha, o'rtoq, ketdingmi? Ha, ketdi o'rtoq. Seni uylantirishni maslahat qilyapti. Yur. Jarohatli ko'rinishi bir xil bo'lishi mumkin, lekin og'rig'i har xil bo'lar.